Endi investorlar bilan gaplashganda qanaqa xatolar qilishingiz mumkin? Juda ko'p yoshlarimiz shu investorga murojaat qilganda ko'p tarqalgan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi xato bu g'oya, taqdimot, prezentatsiya va izlanish qilmasdan turib pul qidirishga o'tish. Demak, birinchi darsimiz g'oya haqida edi. G'oyangizni pishitmasdan, hali g'oya bo'yicha atrof tilidan kritika olmasdan turib, darrov investorga yugurib borish yoki bo'lmasam prezentatsiyangiz bo'lmasdan shu anaqangizni biznesingizni pitch deck qilmasdan turib darrov borish, bu noto'g'ri hisoblanadi. Chunki investor bilan birinchi taassurot qoldirish bitta imkoni bor va u investor kelganingizda bitta savolni so'raganda, u savollarga tayyor bo'lmasangiz, investor sizni tayyorlanmaganingizni biladi va sizni masalan siz otingiz Ahmad bo'lsa, Ahmad sust tadbirkor ekan deydi va bu fikr uni umrbod qolishi mumkin. Keyin sizda qanchalik o'zgarsangiz ham masalan bu fikrni o'zgartirish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun investor bilan uchrashishdan oldin tayyorgarlik qilish kerak. Ikkinchisi, shu tayyorgarliksiz investorga yozish yoki uchrashuv belgilash. Uchrashuv belgilash deganda ham bu investor vaqti juda kam. Sizga vaqt ajratgandan keyin u bilan juda ma'noli gaplashishingiz kerak. Agar u ajratgan vaqtida ma'noli gap qilmasa yoki bo'lmasam sizda yaxshi bir tadbirkorni ko'rmasa, bu degani siz imkoniyatingizni qo'ldan boy berdingiz. Keyingi uchrashuv so'rasangiz, bu uchrashuv bo'lmasligi mumkin. Uchinchi qilinadigan xato investor kimligini o'rganmaslik, uni avvalgi qilgan investitsiyalarini bilmaslik. Agar siz biror investorga bormoqchi bo'lsangiz, masalan qanaqadir tadbirkor, uni investor deb ko'ryapsiz potensial. Uni kirib sotsial tarmoqlarda hozir YouTube'da yoki bo'lmasam onlayn saytlarda otini terib, masalan Google'da terib yoki YouTube'da terib qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Qayerda intervyu bergan, nima haqida gapiradi, nimaga qiziqadi, uni bilan orangizda qanaqadir tanishlaringiz bo'lsa, uni biladigan odamlar bo'lsa, ulardan so'rab ko'rishingiz bo'ladi. Uni xarakteri qanaqa, nimalar yoqadi, nima yoqmaydi, nimalarni qadrlaydi va o'sha uchrashishdan oldin chuqur o'rganish kerak va bilish kerak, nima yoqadi, nima yoqmaydi. Shunga qarab prezentatsiyani ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Nimaga e'tibor berishini qarab. Va agar u investitsiyalar qilgan bo'lsa, u kompaniyalarni o'rganing. Qaysi kompaniyalarga investitsiya qilgan, kompaniyaga investitsiya qilishdan oldin holati qanaqa edi, keyin nima bo'ldi. Iloji bo'lsa, o'sha kompaniya egalari bilan borib gaplashing va so'rang, mana shu investor qanaqa sizga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi, xursandmisiz bilan ishlab deb. Chunki investorni o'rganish kerak va masalan investordan agar oldingi o'sha pul olgan tadbirkor norozi bo'lsa yoki bo'lmasam qanaqadir bir aldagan bo'lsa, bu degani investorga investitsiya so'rab borish ham o'zi noto'g'ri. Keyingi qilinadigan xato qancha pul kerakligini va uni nimaga ishlatishni bilmaslik. Siz masalan boshladingiz biznes, startup boshladingiz, qancha pul ketishini aniq bilmasligingiz mumkin. Chunki siz bu ishni oldin qilmagansiz. Bu tabiiy bo'lishi mumkin. Lekin bilmasangiz ham taxminan bilishingiz kerak. Masalan, taxminan qanday bilsa bo'ladi? Masalan, oyliklar bilan qiziqib ko'ring. Sizni mana shu ish qilishingiz uchun qanaqa xodimlar kerak? U xodimlarning oyligi qancha? O'sha potensial masnaqa xodimlar bilan borib gaplashib ko'ring. Shuni qancha vaqtda qilsa bo'ladi? Taxminiy byudjet qilib ko'ring, ya'ni plan. Masalan, menga 5 ta xodim kerak ekan. 5 ta xodimning oyligi bunaqa bo'ladi. Arenda nechta pul turadi? Borib 4 ta 5 ta joydan surishtiring sizga kerakli joyi va uni narxi qanaqa bo'ladi? Keyin kompaniya registratsiyasi, naloglari qanaqa bo'ladi? Juda ko'pchilikning qiladigan xatosi, masalan, keladi, bitta katta loyiha qilmoqchi bo'ladi, qancha pul kerak desa, masalan, juda kichkina summani aytishadi. Masalan, men bilaman shu loyihaga amalga oshirish uchun masalan buni ko'raman, 70-80 ming dollar kamida kerak masalan. Lekin ular 5 ming dollar bilan qila olamiz deyishadi. Men investorlar biladi narxini. Ularga kamroq ko'rsatishingiz bilan yutmaysiz. Yoki bo'lmasa mana shu aldash bilan yutmaysiz. Yoki kamroq ko'rsatsam hozir bu arzonga shunaqa qilsa bo'lar ekan deb xursand bo'ladi deb yutmaysiz. Real bo'lish kerak va qanaqa o'rganganingizni bularni ko'rsatishingiz kerak. Qanchalik real bersangiz,
Investor tushunadiki, siz tadbirkor sifatida vazifani qilgansiz, o'rgangansiz va bozordagi real narxlarni bilasiz va hayotda real baholayapsiz. Unaqangi bir pushtirang ochkilar orqali bilmasdan yozmagansiz bu narsani yoki o'zingiz o'tirib 10 minut ichida fantaziya qilmagansiz. Ya'ni bu narsalar bozordan olingan raqamlar. Ya'ni siz bu narsani jiddiy o'rgangansiz. Iloji boricha qatdan o'rganganlaringiz va resurslari bilan keltirib bering. Endi yana bitta qilinadigan xato investorni sponsor deb o'ylash. Menga yozishadi Facebookga yoki Instagramga, menga sponsor kerak, manaqa startap qilyaptim. Investor bu sponsor emas. Investor sizga pul tikib, u tikkan pulidan keyin katta manfaat olishni xohlaydigan odam. Investor bu bir so'mini 10 so'm qilmoqchi bo'lgan odam. Sponsor degani, sponsor bu sizga qanaqadir pul beradi va bu yerdan sizdan qanaqadir pul qaytarib olishni kutmaydi. Bu qanaqadir reklama kutadi yoki bo'lmasam uni nomi taralishini xohlaydi yoki bo'lmasam umuman shunday yordam beruvchi odam. Demak, sponsor boshqa, investor boshqa. Investorga borayotganda tushunishingizz kerak, qanaqa qilib shu odam menga hozir masalan pul so'rayapman, $50,000 so'rayapman. $50,000 bersa, qanaqa qilib men shu odamga $500,000 shu pul qaytarishim mumkin yoki bo'lmasam biznes shunaqa o'stirishim mumkinki, uni ulushi masalan 500,000 yoki $1 million turishi mumkin. Shu haqida unga gapirib berish kerak. U sizga sponsor emas. Shuni tushunishingiz kerak. Sponsor bilan investor bu boshqa narsa. Va investorga pul beradi, nimadir amalga oshirish uchun faqat pul bermaydi. U yerda moliyaviy qanaqadir bir yaxshi natija olish uchun pul beradi. Va ular investorlar o'z pulini juda yaxshi hisoblaydi. Masalan, bekorchi narsalarga yoki bo'lmasam kelajagi yo'q narsalarga pul tikishi yoki bo'lmasam investitsiya qilishni xohlamaydi. Yana qilinadigan xato bu uchrashuvga boryapsiz, lekin prezentatsiya qilmagansiz, tayyorlamagansiz. O'zi prezentatsiya tayyorlash vaqtida agar siz o prezentatsiyani ko'rsatmasangiz ham, masalan, o'tirib investor bilan og'zaga gaplashishingiz mumkin. Prezentatsiyangizni tayyorlaganingizda siz prezentatsiyada bir qancha savollarga javob berasiz. Yani pitch deck bo'yicha alohida darsimiz bor. Shu prezentatsiya bo'yicha u yerda qanaqa slaydlar bo'lishi kerak, qanaqa ma'lumotlar bo'lishi kerak, mana shuni hammasini chuqur o'rganib o'tamiz va bularni tayyorlash natijasida siz o'zingiz biznes qilmoqchi bo'lgan startapingiz haqida ko'proq ma'lumotni bilasiz va ko'proq ma'lumotlarni o'rganasiz. Va bu prezentatsiya qilish natijasida shu kirmoqchi bo'lgan sohangizni ham ko'proq o'rganasiz. U yerda bozor hajmi qanaqa, kimlar bor, kimlar bilan raqobat qilasiz, bularni hammasini o'rganib, shu tayyor bo'lib prezentatsiya qilib investorga borishingiz kerak. Agar investorga masalan ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, bir xil odamlar mana shunaqangi odamlarning xususiyati bor, audiallar bor, vizuallar bor. Nima degani? Bir xil odamlar quloq bilan eshitib yaxshi tushunadi ma'lumotni. Bir xil odamlar ko'zi bilan ko'rsa, masalan, raqamlarni yoki videoni ko'rsa, ko'zi bilan ko'rganda yaxshiroq kirib boradi. Bular vizuallar deyiladi. Ya'ni ko'z bilan ko'rsa, ular miyasi yaxshi qabul qiladi. Bir xillar eshitganda yaxshi qabul qiladi. Bir xillar sensorika, ya'ni ushlab turib o'sha narsani yaxshi qabul qiladi masalan. Masalan, bir xil odamlar chiroyli mashinani ko'rganda shunday o'xshab ko'radi, shu formalari yoki bo'lmasa uni silliqligi, liniyalariga e'tibor. Bular sensorikasi bilan, ya'ni shu qo'li bilan his qiladi. Bir xillar ko'rib dizayni yoqadi. Bir xillar uni motorini eshitib masalan mazza qiladi. Bu degani har xil organlar bilan odamlar hodisani yoki bo'lmasam bir voqealikni qabul qiladi. Shuning uchun prezentatsiyani bo'lishi bu vizual ham beradi. Gapirganingizda odam masalan 80% yoki 8 milliard dollar yoki 8 million dollar desangiz tushunmasligi mumkin qanaqadir. Ekranda ko'rsatganingizda masalan grafiklarda uni ko'proq tushunishi mumkin. O, shunaqami deyish mumkin keyin. Keyingi qiladigan xato bu bozordagi raqiblarni o'rganmaslik. Masalan, bir qancha pitch decklar ko'rganman. O'zbekistonda masalan pitch deck qilayotganda shunaqa qilishga harakat qilishadi. O'zini qilayotgan startapini o'zi aytadi, raqobat bizda yo'q deydi, chunki biz zo'rmiz deydi. Raqobat bo'lmasligi mumkin emas. Masalan, aytaylik, biz Express 24 ovqat yetkazib berish kompaniyamiz bor. Biz bozorga kirishimizdan oldin boshqa kompaniyalar ham bo'lgan, lekin ular juda kichkina bozor ulushi bo'lgan. Raqobat bu yerda kim masalan? Bozor masalan Express 24 da bu restoranlarni o'zini dastavkasi bo'lishi mumkin. Birinchisi. Ikkinchi raqobatdosh kim bizni masalan ko'rayotgan? Bu uyda odamlarni
ovqat tayyorlash yoki bo'lmasam ayollarimizni uyda ovqat tayyorlashi, bizani o'zbek ayollarimizni pazandaligi, ularni shirin ovqat tayyorlashi uyda bu Express 24 uchun konkurent. Nimaga? Chunki restoranda ovqatdan ko'ra ko'p ayollarimiz, o'zbek ayollarimiz uyda shirin ovqat tayyorlaydi. Masalan, xuddi shu holatda olib Amerikada yoki bo'lmasam Rossiyada qarasak, Rossiyada uyda tayyorlayotgan ovqatdan ko'ra restoranda ovqatda ko'pincha shirinroq. Bizda bo'lsa uyda tayyorlanayotgan ovqatlar ham ko'pincha shirin va shuning uchun ham odamlar masalan nisbatan kamroq zakaz qiladi. Ya'ni bu odamlarning uyda ovqat tayyorlashi va ovqat tayyorlashga vaqti ko'p bo'lishi raqobat hisoblanadi. Ya'ni sizdan olib qo'yapti. Masalan, ichimlik kompaniyalari bor. Masalan, Coca-Cola yoki bo'lmasam sok kompaniyalari o'ziga raqobat deb kimni biladi bilasizlarmi yozda? Tarus qovunni biladi. Tarus qovun ular uchun raqobat. Men yaqinda bir pivo kompaniyasida ishlagan marketolog bilan gaplashib qoldim. Ular yozda eng katta raqobatchisi deb suvlarni ham emas, taruzni deb bilar ekan. Chunki odamlar borib taruz olib bitta so'yib yesa, chanqog'ini bostirar ekanda, shu bilan ularning mahsuloti kamroq ketishiga sabab bo'lar ekan. Ya'ni tushunyapsiz, o'zingizni kategoriyangizda emas, boshqa kategoriyada ham o'sha raqobatdoshlar bor va buni yo'q deya olmaysiz. Odamlar nimadandir foydalanyapti masalan. Shuning uchun bozorda raqobatchilarni o'rganish kerak va ularni to'g'ri baholash kerak. Masalan, bir xil slayd qiladi, mani mahsulotim bunaqa, mana Google bor, yana boshqa kompaniya bor, ularning mahsuloti XX qilib qo'yadi. Mana shu narsalar yo'q deydi, menda shu narsalar bor. Nimaga Google sizdan kuchsiz bo'lishi kerak? Real baholang raqobatchini. Raqobatchi sizdan kuchli bo'lsa, mana shu kuchli deyin. Lekin siz qanaqa qilib ularni sekin-sekin yutishingizni ko'rsating. Bitta sizni plyusingiz bo'lishi mumkin. O'sha plyusingizni bo'rttirib ko'rsatishingiz mumkin. Lekin raqobatchini to'g'ri baholang. Ya'ni men bozorga kiryapman, mana bu yerda Google bor, Facebook bor, hammasidan zo'rman, meniki zo'r bo'ladi deb ko'rsatish. Bu investor tushunadigan odam, deydi, sen hali Google bilan konkurensiya qilyapsan, yo'q deydi. Ishonmayman deydi, masalan, bu yerda ham to'xtatish mumkin. Shuning uchun raqobatni to'g'ri baholash kerak. Keyin investorga prezentatsiya qilayotganda yoki investor bilan gaplashayotganda yolg'on qo'shish yoki bo'lmasam raqamlarni bo'rttirish yoki bo'rttirib gapirish, hamma biz qilayotgan narsani yaxshi ko'ryapti hozir. Boshqa masalan produktlardan bizga o'tyapti. Agar unaqa bo'lmasa-da, masalan, bunaqa bo'rttirish bu ham yomon narsa. Chunki investorlar yana aytib o'taman, tajribali investorlar bular bir qancha juda ko'p sizga o'xshagan tadbirkorlarni ko'rgan, o'zi tajribasi bo'lgan, xatolar qilgan va bular sizni masalan qayerda yolg'on gapiryapsiz, qayerda qo'shib bo'rttirib gapiryapsiz, bularni sezishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga juda e'tibor berishingiz kerak va bu xatoni qilmasligingiz kerak. Yana bitta xato investor vaqtini qadrlamaslik. Masalan, aytasiz, shu 10 minutga ko'rishishimiz mumkinmi deysiz yoki investor aytdi 15 minut gaplashishimiz mumkin dedi va o'tirib yarim soat yoki 1 soat uzoq gapirishib o'tirish. Bunda masalan investor sizga endi hurmatsizlik bo'lmasin deb bo'ldi, vaqtim tugadi demasligi mumkin, lekin ichida agar juda ko'p cho'zsangiz, juda prezentatsiyangizni uzoq qilib, juda uzoq ko'p gapirsangiz, investor o'zi qiziqmasa, masalan, savol bermasa ham siz juda ko'p gapirsangiz, bu investorni zeriktirib qo'yishi mumkin va investor sizdan qanaqa qilib tezroq qutulib, keyin uchrashmaslikni o'ylaydi. Shuning uchun bu yerda vaqtni juda hurmat qilish kerak. Investor bilan uchrashganda, masalan, assalomu alaykum, bugun uchrashuvda sizga qancha vaqtingiz bor deb so'rash kerak. Va aytganda, mana shuncha vaqt bor deganda, xuddi o'sha vaqtni, vaqtingizga qarab, shuncha vaqtim bor ekan deb o'sha vaqtga tushishga harakat qilishingiz kerak. Odatda investorlar bilan uchrashayotganda 10 minut, 15 minut, eng uzog'i yarim soat gaplashish mumkin. Agar investor yo'q, menga mana narsalar qiziq gapirib bersa, unda ko'proq gaplashishingiz mumkin. Qanchalik siz vaqtini hurmat qilsangiz, shunchalik o'sha investor ko'zida siz obro'yingiz oshadi va vaqtga e'tiborligingiz bilan siz o'zingizni tarbiyalanganingiz va disiplina borligini ko'rsatasiz. Keyingi qiladigan xatosi o'sha tadbirkorlarimizdan, startap boshlovchilarimizdan bu investorga men prezentatsiya qildim, ko'rsatdim. Bo'ldi, endi investor menga o'zi telefon qilishi kerak, qiziqishi kerak deb o'ylash. Yo'q,
Investorlar masalan qiziq bo'lishi mumkin, lekin ishi ko'p, esdan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun siz taqdimot qilganingizdan keyin natija haqida xabar olishingiz kerak. Yoki o'sha email yozasizmi, yo Telegramda yozasizmi? Men siz bilan bir haftadan keyin agar yozmasa o'zi bir haftadan keyin xabar olsangiz to'g'ri bo'ladi. Masalan, o'tgan hafta uchrashuvdik. Rahmat kattakon vaqtingiz uchun. Men shuni bilmoqchi edim, natijasini nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qilib bizga yordam bera olasiz deb yozsangiz bo'ladi. Pul berasizmi, yo'qmi emasda, qanday qilib bizga yordam bera olasiz deb so'rasangiz bo'ladi. Va shunda investor javobini olasiz. Yo'q, siz yordam bermasangiz bo'lmaydi, bizga berishingiz kerak deb umuman qiynamang ularni. Chunki u investor hozir qiziqmagan bo'lsa ham siz bilan keyingi etaplarda qiziqishi mumkin. Ko'pincha investorlar aytadiki, rahmat, prezentatsiya qiziq bo'ldi. Men hozir imkonim yo'q, lekin gaplashib turaylik deydi. Gaplashib turaylik degani bu menga ma'lumot berib turgan, balki startaping o'ssa, keyingi etaplarda investitsiya qilaman. Menga sen qiziqsan, lekin hozir uncha ishonmayman degani. Shuning uchun bunaqa investorlar bilan startapingizda har bitta o'zgarish bo'layotganda, har 15-20 kunda menda shunaqa ustida ishlayapman, shunaqa bo'lyapti, shunaqa natijalar bo'lyapti deb yozib turing. Bu natijalarni yozib turishingiz ularni sizga kuzatib turish imkonini beradi va sizni o'sayotganingizni agar ular ko'rsa, o'zi aytishi mumkin, yana uchrashaylik deyishi mumkin. Shuning uchun investorlar birinchi ko'rganda sizga mana pul deb bermaydi. Bir xillar bilan 6 oy, bir xillar bilan 1 yil, bir xillar bilan 3-4 yil gaplashib yurish kerak bo'ladi. Shunda ular bilan qanaqadir bir sizda issiq do'stona munosabat paydo bo'ladi va ular sizga ishonishi ortib boradi. Chunki ular sizni kuzatib turibdi. Oldida siz o'syapsizmi yoki qanaqa qiyinchiliklardan o'tayotganingizni hammasini kuzatib turadi. Va investorlar eng zo'r kuzatib turish imkoni bu sotsial tarmoqlar. Shuning uchun o'zingizni progressingiz haqida, biznesingiz haqida nimalar bo'lyapti, nima qiyinchiliklar sotsial tarmoqlarda ham yozib yurishi maslahat beraman.